Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, menga shunday bir ishni o'rgatingki, uni qilsam odamlar ham yaxshi ko'rsin, Alloh ham yaxshi ko'rsin." Rasululloh aytdilar: "Izhad fid dunya yuhibbukalloh, izhad fima indan nas yuhibbukan nas." Dunyodan behojat bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'l, odamlar seni yaxshi ko'radi. Qarang, odamlarning qo'liga ta'ma qilsangiz, qo'lidan ta'ma qilsangiz, odamlar yomon ko'radi, Alloh ham yomon ko'radi. Endi odamlarning qo'liga qaramang, Alloh ham yaxshi ko'radi, odamlar ham yaxshi ko'radi. Bu muammo qayerdan kelib chiqadi desangiz, odamlardan ta'ma qilishlik kimda paydo bo'ladi? Kim ta'ma qiladigan bo'lib qoladi? Rizq Allohdan degan e'tiqodi zaiflik odamlar. Rizq Allohdan degan odam ine birodan ta'ma qilmaydi, birovda oldi yaltoqlanmaydi. Chunki g'ururimda tursam ham, hurmat e'tiborimda tursam ham shu rizqimni yeyman. Borib turib uni kavshiga salom bersam ham shu rizqimni yeyman degan odam deb baland tura oladi.